Assalomu alaykum. Kasaba uyushmalari haqidagi turkum ko'rsatuvlarimizning yangi soni yana efirda. O'tgan ko'rsatuvimizda kasaba uyushmasining mavjudligi ish beruvchiga qanchalik manfaatli bo'lishi haqida suhbatlashgan edik. Bugungi mavzumiz ko'rsatuvlarimizning eng sarasi, ya'ni yanada manfaatli va qiziqarlisi. Avval va'da berganimizdek, bugun kasaba uyushmasiga a'zo bo'lgan xodimga faqat dam olish va sayohat uchun yo'llanmalar, konsertlarga chiptalar emas, balki boshqa ko'plab huquqlar ham taqdim etilishi haqida so'z yuritamiz. Kasaba uyushmasi a'zosining huquqlari kasaba uyushmalari ustavida kengroq izohlangan. Unga ko'ra, kasaba uyushmasi a'zolari o'zlari a'zo bo'lgan uyushma ustavida belgilangan huquq va majburiyatlar borasida teng huquqli hisoblanadi. Ya'ni sening soching sariq, sen qora ekansan, sening imkoniyating cheklangan deya a'zolar ajratilmaydi. Barchaga bir xil munosabatda bo'linadi. Demak, siz kasaba uyushmasi a'zosi bo'lsangiz, quyidagi huquqlarga ega bo'lasiz. O'zining mehnat va ijtimoiy iqtisodiy huquq va manfaatlarini himoya qilinishini so'rab, har qanday darajadagi kasaba uyushmasi organlariga murojaat etish va murojaati bo'yicha tegishli javobni talab qilish. Kasaba uyushmasi organlaridan bepul huquqiy yordam olish. Kasaba uyushmasi tashkilotlari organlari faoliyatida ishtirok etish, qarorlar, loyihalarni ishlab chiqish, muhokama qilish va ijrosini ta'minlashda qatnashish. Kasaba uyushmasi faoliyati, shu jumladan moliyaviy faoliyati haqidagi axborot va hisobotlarni eshitish, ma'lumot olish. Kasaba uyushmasi rahbar organlariga saylash va saylanish. O'zining faoliyati, xulq-atvoriga taalluqli masala ko'rilayotgan yig'ilishlar, kasaba uyushmasi organlari majlislarida shaxsan ishtirok etish. Kasaba uyushmasining faoliyatini kasaba uyushmasi yig'ilishlarida, konferensiyalarda, qurultoylarida, saylanma organlar majlislarida, ommaviy axborot vositalarida erkin muhokama etish va tanqid qilish, ularning faoliyatini takomillashtirish yuzasidan o'z takliflarini kiritish, o'z fikrini ochiq bayon etish va himoya qilish, qarorlar ishlab chiqishda ishtirok etish. Kasaba uyushmasi tomonidan tashkil etiladigan ommaviy, madaniy, ma'rifiy, sport sog'lomlashtirish va boshqa tadbirlarda, tanlovlarda hech qanday to'siqsiz qatnashish. Kasaba uyushmasi tizimidagi yoki ularga foydalanish uchun berilgan madaniyat muassasalari, sport sog'lomlashtirish inshootlaridan birinchi navbatda va imtiyozli shartlarda foydalanish. Kasaba uyushmasi rahbar organlari tomonidan belgilangan tartibda ma'naviy va moddiy jihatdan rag'batlantirish olish. Shaxsiy arizasiga ko'ra kasaba uyushmasidan erkin chiqib ketish. Sanatoriylar, sanatoriy, profilaktoriyalar, dam olish maskanlari, bolalar dam oldirish va sog'lomlashtirish oromgohlariga belgilangan tartibda imtiyozli yo'llanmalar sotib olish singari huquqlarga ega bo'lasiz. Huquqlar bor joyda albatta majburiyatlar ham bo'ladi. Ammo majburiyatlar haqida navbatdagi dasturimizda gaplashamiz. Keyingi ko'rsatuvimizda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.